Saba qabilasi, Saba qavmining malikasi Bilqis Sulaymon alayhisolamning oldiga musulmon bo'lishi uchun keladi, islomga kiradi. Islomga kirishligidan oldin Sulaymon alayhisolamning qurilgan qasrga kirishlik taklif qilinadi. Poli shishadan bo'lganligi uchun shishaning ostidagi suv ko'rinib turganda bu suv ekan deb Bilqis fakashafat an saqayha oyat o'qiymiz. Qila laha udkhili as-sarh falamma ra'athu hasibathu lujjatan fakashafat an saqayha qala innahu sarhun mumarradun min qawarir. Malikaga aytildi. Saroyga kirgin deyildi. Endi qachonki u saroyni ko'rgach, uni suv deb o'ylab oyoqlarini ochgan edi. Sulaymon bu oynadan yasalgan baland qasrdir dedi. Etagi uzun ekan, etagi ho'l bo'lib ketmasin deb etagini ko'taribdi. Agar Bilqisning ustida hozirgi ko'pchilik qizlarimiz kiyayotgan kiyim bo'lganda etagini ko'tarmasdan kirib kelsa ham bo'lardi. Alloh subhanahu va taolo eshitgan ma'ruzalarga amal qilishlikka tavfiq bersin hammamizga. Chunki esimizdan chiqmasin erkaklar, qiyomatda o'zimizga qanday javob bersak, ayollarimizga ham shunday javob beramiz. Qaraylik. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.